Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga ikkita dorivor giyoh o't haqida ma'lumot beraman qisqacha. Albatta bu hayotimizga sinalgan narsa. Mana hozir shu suv bo'ylaridan do'g'boy terib oldim. Buni do'g'boy deydi mana shu o'simlikni. Endi bizda shuni do'g'boy deyishadi. Bu asosiy jigarni tozalaydi. Choy qilib ichiladi, choy damlab ichiladi. Buni hamma joyi barglari tanasi faqat mana shu bitta tubini olsangiz, bitta choynakka choy damlab bemalol ichaverasiz. Buni zararli tarafi absolutni yo'q. Foyda bu qonni doimiy tozalab turadi. Ko'proq sari kasal bo'lganlarga, shunday jigariga muammosi bor odamlarga mana shuni albatta eklanmay tavsiya qilamiz. Bu o'simligimizni do'g'boy deymiz. Endi fan tiliga qanday nomlanadi bilmaymiz, balki haqiqatan do'g'boydir. Hozir sizlarga aynan yana buni bir qisqacha ma'lumot berib o'tdim. Aynan ko'z uchun, ko'z nurini Xudo xolasa qayta tiklaydigan ajoyib bir giyoh, bitta o'simligimiz bor. Aynan shuni sizlarga tavsiya qilaman. Qisqacha bo'lsa ham tushuntirib o'tamiz buni. Marhamat, o sizlarga o'sib turgan joy va olishimizni ko'rsatamiz. Mana bu yerda aynan mana shunday suv bo'ylariga o'sadigan ajoyib bir o'simligimiz, yana tog'ni bir giyohi. Albatta buni hammasi Allohning mo'jizasi. Bilasizlar, Alloh taolo 1000 dona kasallik yaratgan bo'lsa, albatta 1001 dona o'simlik, giyoh yaratgan bo'ladi albatta. Inshaalloh bundan foydalanganmiz, albatta buni foydasini ko'rganmiz. İste'mol qilgan odamlar albatta buni foydasini ko'rgan va bilgan. Mana shu ko'rib turganlaringiz ayu quloq deymiz buni. Bu mana shunday qilib terib olishimiz kerak buni. Iloji bo'lsa mana bunday tomiri bilan mana uzib olmaslik kerak. Buni tomirini uzib oldingizmi, o'sha tupson birdan yo'q bo'lib qaytib ketadi. Yo'qolib ketadi. Bu bizde mahalliy tilga ayu quloq deyiladi. Endi buni nima deymiz? Madaniylashtirib aytadigan bo'lsak, albatta ayiq quloq deyish ham mumkin. Chunki o'sha ayiqni ayiq deydi, lekin bizda qishloq sharoitiga, mahalliy tilga ayu deymiz. Ayu quloq yoki ayiq quloq, uni nimasi yo'q. Lekin bu aynan fan tiliga nima deyilishini hali bilmaymiz. Balki bu fanga aniqlangandir, balki aniqlamagandir. Lekin albatta bundan bizda mahalliy aholi keng foydalanadi. Aynan mana shu ko'z nurini deyarli 70-80% qayta tiklanishiga katta yordam qiladi. Chunki bundan iste'mol qilgan odamlar, o'zimiz ham foydasini ko'rganmiz. Shuning uchun eklanmay buni tavsiya qila olamiz. Albatta endi mahalliy til deymizmi yoki shevalar deymizmi yoki boshqa bir ma'noga aytadigan bo'lsak, turli xil giyohlarimiz, ancha-muncha giyohlar mana shu hayvonlar bilan bog'liq. Nimaga desangiz, bu yoki bunday tasodif qo'yilgandir yo boshqa bo'lgandir. Masalan, ayu quloq, cho'chqajol, qolaversa ko'zi quloq degan o'tlarimiz ham bor. Kiyik o'ti albatta fan tiliga ham kiyik o'ti bo'lsa kerak. Lekin buni bizga ma'lum jihatlari shu iste'mol qilib foydalanib ko'rganimizdan keyin
buni foydasini sezganmiz, ko'rganmiz, shuning uchun eklanmay tavsiya qila olamiz. Necha kun ichishingizdan qat'iy nazar bu sizga zarar qilmaydi, inshaalloh foyda qiladi, lekin zarar qilmaydi. Chunki buni hafta 10 kunlab, 15 kunlab uzluksiz ichgan mijozlarimiz ham bor. Birortasi hech qanday nima deydi, ortiqcha yoki teskari narsani ko'rmagan. Xudo xohlasa bu albatta foyda qiladi. Bizda Instagram, YouTube kanallarida bemalol kuzatishingiz mumkin. Xudo xohlasa mana shunday dorivor giyohlarimizdan qaysidir nima kasallikka shifo bo'lishini ilojimiz yetganicha, bilganimizcha aytamiz va tavsiya qilamiz. Xudo xohlasa keyingi reportajlarimizga sumbula o'simligi yoki boshqa bir yangi o'simliklardan olib chiqish niyatimiz bor. Barchalaringizga sog'lik, omonlik, yana ko'rishguncha. Albatta sizlar bilan kamina alamon bo'ldi.